boshlandi. Biz Andijon viloyati Shahramon tumani Imkon savdo markazidan biz tashib buyurdik Chortak degan cho'lakman degan joyiga. Hozirda biz ekskursiya uyushtiryapmiz. Tepalarda hech vaqo yo'q. Qanday almatrolar qo'shlar isqilgan, qanday isqilgan biz bilolmaymiz, istashlarmiz. Beton qilinib qo'shlar almatrolar. Hozirda biz şeylar motor qatnashlarga ziroat qilamiz ketishyaptilar. Orqasidagi Murodjon, ombor mudir yordamchisi oldiga. Hozirda biz ajoyib tabiat bu tog'lar zabt qilish kerak. Har oy kelib dam olish kerak. Dam oladi, miyalar dam olar ekan. To'g'rimi? To'g'ri. Kamerachi orqadan. Hey! Ayvaq qo'yinglar. Kamerachimizga yaqinlashtirib olasizlar. Diyalarga diyalarga yana tasib yuramiz. Shishali ko'prik. Ha, shishali ko'prik. Lekin biz nima ekan? Bunga yaxshi bo'xtirib. Chiqmaymizmi mana shunga? Ha? Chiqmaymizmi? Makkadan g'atsiyatlaring. Qo'ysa albatta chiqamiz bunga. Unga sigirvachcha to'rtta tushirib olaylik. Inson qadam yetmagan joylarda mana signallar chiqadi. Hey! Rasmga tushiringlar hadi. Xotirasi to'lib qoladi telefonlaringizni. Adab qiling. Hozirda tepadan kelmoqdamiz. Bunaqa devor, boshqa devor qo'l borasida. Ular endi tepadan qor ko'chki bo'ladi-yu, o'shanda sizlarni yoniga kelib uriladi. O'zi ham tezlik kamayib to'xtaydi. Mashg'ulotlar ham shu tepadan yomg'irda maydalanib ketmayapti. Hozirda tog'lar ikkiga bo'lingan ekan. Bu tomon qoshli zona, bu tomon yam-yashil o'tloq. Qanday taassurotlar uyg'ondi bu tomondan? Va shu o'ta go'zal. Gap so'z yo'q. Bu odam, bu kishi ombor mudirimiz bo'ladi. Bo'ladi. Xudo xohlasa. Of qoldi. Ana bola. Ey! Endi blogerlikni birinchi videoyimizdan ko'rishmoqchilar. Oh! Da. Ular bu yoq endi uylarni qarang mazaligini. Devor yo'q. Nima yo'q. Mazza, qo'shni ham yo'q. Zalba qiladigan. Bo'rcha faqat turib muzika eshitadi. Eng muhimi qo'shnilar falon narsani berib turing deydi hech kim bu yerda. Hech nimani yo'qotmaysiz, chunki odam kelmaydi. Agarda bu yerda mashinangiz yo'q bo'lsa, bilmam qanaqa yashaysiz. Mazza internet ham yo'q. Lekin Wi-Fi qo'yishyapti pastda. Mavzu yo'q. To'g'ri ishlayapti. Agarda bu yo'llar kelsalar, faqat yusilib o'yinglar. Yusilib xolos. Qatta yo'q. Ya, yüksel amca yaxshi ishlamayapti aka menda. Mobil. Aynaqa bo'lmasin, jatlar o'tib. To'g'rimi?